Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Nasaf bosh murabbiyi Ro'zi Qulberdiyev matbuot anjumanida jurnalistlarning Al-Hilol bilan o'yinga tayyorgarlik qanday va raqibni qay tarzda o'rganyapsiz degan savoliga javob qaytardi. Avvalo barchani ushbu uchrashuvga taklif qilib qolamiz. Kuchli raqibga qarshi o'ynaymiz. Yulduzlar keladi. Mahoratli futbolchilarga ega. Natija qanaqa bo'lishini bilmayman-u, lekin yigitlarni o'sha uchrashuvga chiqib kurashishga tayyorlaymiz. Ruhiy va jismoniy tomondan ham. Birinchi navbatda futbolchilarni ushbu bahsga holatini yaxshilash uchun jismoniy jihatdan tiklab olishimiz kerak. O'ylaymanki, biz o'sha kuni 12 ta bo'lib harakat qilamiz. Buni juda ham xohlaymiz. Muxlislarni stadionga kelib yoki ijtimoiy tarmoqlarda jamoamizni qo'llab-quvvatlashini istaymiz. Bunga muhtojmiz. Ruhiy tarafdan ham motivatsiya berishlari mumkin. Stadionga kelib qo'llaganida katta madad bo'lishi mumkin. Shu bois biz birgalashib kuchli raqibga qarshi kurashamiz, dedi Ro'zi Qulberdiyev. Ha, aziz futbol ishqibozlari, biz ham Nasaf jamoasini qo'llab-quvvatlagan holda Nasaf o'yinchilariga omad tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'lingizlar.